Tak, assalomu alaykum jigarlar, sizlar bilan PUBG. Bugun sizlarga telefonda qanday qilib to'g'ri stream qilishni polni o'rgatib o'taman. Video sizga yoqayotgan bo'lsa, like, obuna bosib qo'ying, bu biz uchun bajarishga bo'ladi. Qanunda let's go. Birinchi bizga albatta quyida keltirilgan ikkita Live Now va Chrome ikkita ilova kerak bo'ladi. Tak, birinchi bo'lib bizga Chrome kerak bo'ladi. Chromedan boshlab ruxsat olishimiz kerak. Kirib olamiz, akkauntlar tasdiqlab YouTube ga kiramiz Chromedan. Keyin bu yerda YouTube'da zagruzka o'tgandan keyin u YouTube'ni kompyuter versiyaga o'tkazishimiz kerak. Buning sababi kompyuter versiyada biz ruxsat olishimiz lozim. Tak, kompyuter versiyaga o'tkazib olamiz. Tak, обычный versiyasi ham bor YouTube'ning telefonda, lekin u bilan ruxsat olib bo'lmaydi. Shu sababli biz kompyuter versiyada ruxsat olamiz. Tak, avvalo akkaunt tasdiqlab olamiz. O'zimizning akkauntga stream qilmoqchi bo'lgan akkauntimizga kirib olamiz. Tak, kod parollarni yozib kirib oldik. Endi biz kompyuter versiyaga o'tkazamiz. Tak, bu yerdan o'sha bosh kompyuter versiyani tanlab olib, zagruzka bo'ladi, kutamiz va tepada ko'rganingizdek sozdать tugmasi chiqdi. Kompyuter versiyada chiqadi bu tugma. Keyin sozdать tugmasini bosib, начать трансляцию degan tugmani bosamiz. Tak, mana shu stream qilishga tak sizga turli xil kalit so'zlarni beradi. O'sha yerdan stream uchun boshlash uchun kalit so'zlarni ham olsangiz bo'ladi. Tak, bu yerga boshlaganimizda quyidagicha so'zlar chiqadi. Bu bizning kanalimiz hali tayyor emasligini, ya'ni streamga talab javob bermasligini bildiradi. Keyin kirasizlar, mana bu yerda berilgan barcha shartlarni bajarishingiz kerak. Xo'p, bu yerda yosh 16 yoshdan kichkina bo'lmasligi, Gmail'dagi yosh albatta. Keyin turli xil yana bir ikkita shartlari bor. Tarjima qilib polni bajarsangiz, YouTube kanalingizda amalga oshsa, keyin bemalol stream qilish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Keyin bo'lganingizdan keyin shu shartlarni bajarib, qaytadan kirib, начать translyatsiya bosib, yana bir marta o'rnib ko'ramiz. Xo'p, endi bizga Live Now ilovasi kerak bo'ladi. Endigi navbatni streamni ustki qismlari, stream paytiga qanaqa donat silkalar takoy narsalarga qaratamiz. Xo'p, endi Live Now ilovasiga kirib olamiz. Tak, zagruzka bo'ladi, kiramiz. Keyin quyidagicha ekran oyna ochiladi. Xo'p, Live Now ilovasida premium versiyasi ham bor. Premium versiyasini olsangiz agar siz xullas bez limit, ya'ni unlimited stream qilasiz, cheksiz stream qilasiz. Stream qilishingiz cheksiz bo'ladi. Agar olmasangiz u versiyani, siz streamni cheksiz emas, balki tangachaga qilishingiz kerak bo'ladi. Xo'p, keyin login to YouTube deb sizlar o'zlaringiz YouTube kanallaringizni ulab olasizlar. Keyin create event deysizlarda. Ochasizlar. Xo'p, keyin bu yerda event title degan joyiga nomini, stream nomini, event description degan joyga описание yozib qoldirasizlar. Publikka qo'yasizlar privacy degan joyini, bu hamma ko'ra olishi uchun. Forkit, qolgan hech narsani yoqib o'tirmasalaringiz ham bo'ladi. Xo'p, hammasini to'g'rilab olgandan keyin create event deb bosasizlar. Create event deb bosamizdan keyin zagruzka bo'ladi, sal kutamiz. Xo'p, bu bo'ldi. Endi screen broadcast, stream kamera, video fayl deganlari bor. Sizlar ekran stream qilishlaringiz uchun screen broadcastni tanlaysizlar. Xo'p, bu yerda keyin pastki nastroykalarda portrait, landscape degan tugmalar bor. Xo'p, bu albatta sizni short stream yoki bunaqa oddiy stream qilishingizni belgilab beradi. Keyin 1080 likmi yoki 720 likmi FPS-larni ham, mikrofonlarni belgilab chiqasiz. Bu ovoz qanday kelishi bilan. Xo'p, keyin eng asosiy qismi overlay, ya'ni streamning ustki qismi. Bu yerni o'zingizga mos qilib to'g'rilab chiqasiz. Xo'p, shield degan qism unchalik ham sizga kerak emas, u yerga e'tibor bermasangiz ham bo'ladi. Pauza degan qismda siz stream pauza qilgan paytingiz stream oynasida nima ko'rinishini to'g'rilab rasmdami yoki o'zingizmi yasab chiqasiz. Xo'p, linkdan olib siz Telegram kanalingizga tashlashingiz mumkin. Screen saverga ham
degan masalalaringiz bo'ladi. Xo'p, endi chat offga keladigan bo'lsangiz, chat o'zi on qilib qo'ysalar stream ko'rinib turadi. Streamda chatlar ko'rinib turadi. Xo'p, chat off bo'lsa agar streamda chatlar ko'rinmaydi. On qilish uchun boya aytgan premium versiyamni sotib olish kerak. Xo'p, bo'lgandan keyin next'da bosasizlar. Next'da bosganingizdan keyin yana bir marta siz tekshirishingiz uchun imkoniyat beradi. Xo'p, bu yerda hamma narsani tekshirib olganlaringizdan keyin sizlar yana bir marta startni bosasizlar. Bu yerdan quyida oyna ochiladi iPhone iOS'larda. Xo'p, keyin mana bu yerdan Live Now'ni belgilaysizlar. Menda hozir galereyaga video olish ketayotgani uchun belgilab bo'lmaydi. Keyin start berib birdan boshlashlaringiz mumkin. Stream YouTube kanalida ham boshlanadi albatta. Keyin shuni ham aytib o'tishim kerakki, sizlar stream qilish uchun agar ya'ni unlimited live streaming qilmoqchi bo'lsangiz agar premium versiya olishlaringiz kerak. Agar sizlar men premium versiya olmayman desalaringiz, sizlar uchun tangacha beriladi, tangachaga stream qilasizlar. Tangachani esa video ko'rib, turli Facebook istoriyalar qo'yib olishlaringiz mumkin. Xo'p, 50 ta tangachaga 25 minut stream qilasizlar. Jigarlar, bu videoning ikkinchi qismi ham bo'ladi. Ikkinchi qismda sizlarda Chrome orqali polno YouTubedan ruxsat olishni, 24 soatlik ruxsat olishni o'rgataman. Uning uchun shu video 100 ta like va 50 ta komment qilsa, ikkinchi qismini chiqaramiz. Podderchkada to'xtamanglar. Let's go.